Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'tgan darsimiz davomi o'quv qo'llanmamizdan 69-betdan davom ettiramiz. Asmaul isharati lil qaribi. Yaqin uchun ishlatiladigan ism ishoralar. Hada talibun. Bu talaba. Haula'i tullabun. Bular talabalar. Hazihi talibatun. Bu talaba qiz. Haula'i talibatun. Bular talaba qizlar. Al-kalimatul jadidatu yangi so'zlar. Az-zawju er, azwajun erlar. Al-mar'atu xotin, nisaun al-mar'atu ayol kishi, nisaun ayollar. Al-mar'atu biduni alif lam imro'atun. Mar'atun so'zi demak al-mar'atu so'zi alif lomsiz ishlatilsa, imro'atun shaklida ishlatiladi. Qoribun yaqin. Haula'i ikhwati va ulaika asdiqoi. Bular mening aka-ukalarim va ana ular mening do'stlarim. Man ulaika ar-rijalu at-tiwalu. Ana u uzun bo'yli kishilar kim? Hum atibba'u min Amerika. Ular Amerikadan shifokorlar. Man ulaika an-nisa'u hunna ummuhatut talibati. Ana u ayollar kim? Ular talaba qizlarning onalari. Aba'ut tullabi 'indal mudiri. Talabalarning otalari mudirning oldida. Aulaika an-nisa'u khalatuki ya Maryamu. Ana u ayollar sening xolalaringmi ey Maryam? La, hunna ammati. Yo'q, ular mening ammalarim. Haula'i atibba'u va ulaika muhandisuna. Bular shifokorlar va ana ular muhandislar. Haula'i ar-rijalu fuqara'u va ulaika aghniya'u. Bu kishilar kambag'allar va ana u kishilar boylar. Ulaika tullabu bi'afun. Ana u talabalar zaiflar, zaif kuchsiz. Man ulaika ar-rijalu. Ana u kishilar kim? Hum wuzara'u. Ular vazirlar. Tamarinun. Mashqlar. Demak, mana shu yergacha o'qiganimizda yaxshilab o'qib o'zlashtirib olamiz.